Agar 7+ olishim uchun menda atigi 30 kun qolganida, men 90% fokusimni listening va readingga qaratgan bo'lardim va undan ortgan vaqtnigina speaking va writing uchun sarflagan bo'lardim. Chunki speaking va writingni o'stirish sizdan kamida 2-3 oy vaqt talab qilishi mumkin. Lekin listening va readingda 1 oy ichida 1 balldan 2 ballgacha bemalol o'stirishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Ismim G'anisher Otaboyev, IELTS ballim 8.5 va CELTER sertifikatiga ega xalqaro darajadagi ingliz tili ustoziman. Hozirda onlayn kurslarim orqali minglab o'quvchilarga IELTS ballarini ko'tarishda yordam berib kelyapman. Undan tashqari, imtihon bilan birga bir qilingan IELTS Station CGI platformasini ham asoschisiman. Bugun siz bilan 3 ta narsani gaplashamiz. Birinchisi, nima uchun IELTS 7+ olish uchun speaking va writingni mukammal qilish shart emas? Ikkinchisi, listening va readingni qanday qilib tizimli ravishda o'stirish mumkin? Uchinchisi, meni o'quvchilarim qanday qilib ballarini 6 dan 7 ga va 7.5 ga bir oydagina ko'tarishadi. Hamma sekretlarni bugun ochib tashlaymiz. O'rtalab bitta narsani birinchi o'rinda tan olaylik. Siz agar IELTS dan 7, 7.5 va hatto 8 olmoqchi bo'lsangiz ham, siz speaking va writingdan 7+ olishingiz shart emas, agar talab qilinmayotgan bo'lsa. Masalan, juda ko'p o'quvchilarni bilaman, O'zbekistonga universitetga topshirmoqchi yoki chet elga grant yutmoqchi. Bular uchun sizda juda ko'p holatlarda, 90% holatlarda speaking va writingdan 7+ talab qilmaydi. Speaking va writingni ko'targaningiz o'zingizga yaxshi, o'zingizga plus. Lekin sizda IELTS imtihoningizgacha kam vaqt qolgan bo'lsa-chi, unaqada nima qilasiz? Agar siz bor kuchingizni speaking va writingni 7+ qilishga sarflaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga 1 oy vaqt yetmaydi va bunaqa paytda overall ballingiz ham 7+ bo'lmasligi mumkin. Tasavvur qiling, sizning hozirgi ballingiz tekis 6, ya'ni hamma sectionda 6, 6, 6, 6 va overall ballingiz ham hozirgi holatda 6. Va sizda 1 oy vaqt bor IELTSdan 7+ olishga, 7 va 7.5 olishga. Keling 7 ni gaplashamiz. Ikkita o'quvchi imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti va bittasi speaking va writingni ham birga olib ketaman dedi va natijada 6 dan overall 6.5 ga ko'tardi. Hamma section 6.5, 6.5, 6.5, 6.5. Va ikkinchi o'quvchi, B o'quvchi, let's say, u ham uzun ustida ishladi, lekin u listening va readingga ko'proq fokusini berdi. Va natijada listening reading 7.5, 7.5 ga ko'tarildi, lekin speaking va writingga deyarli ishlamadi, ozgina praktik qilib turdi va o'zini hozirgi ballini saqlab qoldi. 6.6, ya'ni bu yoqda 7.5, 7.5, 6.6 holati bo'lyapti. Bu yoqda speaking va writing ballari o'smagani bilan ham uni overall balli 7 ga ko'tarildi. O'rtoqlar, yana eslatib o'taman, agar hozirgi ballingiz 6 bo'ladigan bo'lsa, 5.5, 6 bo'ladigan bo'lsa va sizga 7+ uchun juda kam vaqt qolgan bo'lsa, listening va readingni bosish kerak bo'ladi. Keling endi listening va readingga siz bilan chuqurroq kiramiz. Nimaga o'zi IELTSda 7+ olish uchun listening va readingga ko'proq fokus qilish eng qulay va eng oson yo'l? Buni asosan 3 ta sababi bor. Birinchi sababi, listening va readingni kompyuter tekshiradi. Ya'ni sizda listening readingda kimdir ball qo'ymaydi, buni kompyuter avtomatik tarzda tekshirib beradi. Lekin speaking va writingda esa bu yoqda examiner tekshirgan uchun ba'zida ballar subyektiv bo'lib qoladi. Ya'ni men examiner bo'ladigan bo'lsa, men boshqacha ball, bu yoqda boshqa examiner bo'ladigan bo'lsa, boshqacha ball berishi mumkin. Bu holat juda ko'p kuzatiladi. Va yana sizning skorlaringiz examinerning kayfiyatiga, examinerning o'sha kunga, siz nima kiyib borganingizga juda ko'p faktorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu gapimni eshitib ba'zi odamlar yo'q, unaqa emas deyishi mumkin. Lekin albatta bu yoqda speaking va writingda human factor rol o'ynaydi. Ya'ni odam aralashuvi bo'lgani uchun ham bu yoqda baribir ham 100% aniqlik bilan tekshirilmaydi. Lekin listening va readingda javob yo to'g'ri yo noto'g'ri bo'ladi. Bu yoqda hech qanaqa odam aralashuvi bo'lmaydi. Va shuning uchun ham bu yoqda listening readingdan nima kutilayotganini bilganingiz uchun ham qanaqa tayyorgarlik ko'rishni ham aniq tiniq tushunib olsa bo'ladi. Ikkinchi sabab, listening va reading tezroq o'sadi. Ko'pchilik o'quvchilar writing va speakingdan 7+ ni orzu qilishadi. Tan olaman, bu rostdan qiyin. Men ham o'zim birinchi marta bundan bir 5-6 yil oldin birinchi marta mod topshirganimda speakingim 6.5 chiqqan va writingim 0 bo'lgan. Ya'ni writing shu darajada yoza olmaganmanki, dabdala bo'lgan. Va menda 3-4 oy vaqt bo'lgan. YouTube'da ko'rishingiz mumkin, boshqa videolarim ham bor. 16 soat dars qilganim haqida, qanaqa qilib 3 oyda 8 olganim haqida ularni ham ko'rib olishingiz mumkin bu videodan keyin. Lekin aytmoqchimanki, men
sizni qanchalik qiynalayotganingizni, bu narsa qanchalik qiyin ekanini bilaman. Chunki o'zim speakingimni 6,5 dan 7 ga ko'tarish uchun ancha qiynalganman. 1 oy to'xtamasdan gapirib, tushlarimda ham, uyqularimda ham gapirib chiqib, keyin zo'rg'a ko'tarib olganman va shu bilan manda o'sish har oyda yarim ball qo'shib ketaverganman. Endi manda vaziyat umuman boshqa bo'lgan, faqat dars qilishdan boshqa ishim bo'lmagan, ertalabdan kechgacha faqat dars qilganman. Albatta vaziyat ham bunga yo'l qo'yib bergan. Ba'zi odamlarda bu narsaga imkoniyat yo'q. Vaqti kam, qisqa vaqtda IELTSni 7+ olib hayotida davom etish kerak. Mani vaziyatimda man IELTS 8 olishim kerak bo'lgan va shu soha bo'yicha ishlashni boshlashni man maqsad qilganman. Va shuning uchun ham bu yoqda manda umuman boshqa narsa bo'lgan. Umuman boshqacha hayot bo'lgan. Man IELTS bilan uxlab, IELTS bilan uyg'onib, fikr-hayolim IELTSda bo'lgan. Lekin band bo'lgan insonlarda va tezroq natija qilish kerak bo'lgan o'quvchilarda writing va speakingni yetti qilish o'zi nimaga kerak degan savolni berish kerak bo'ladi. Agar qanaqadir qayerdandir talab bo'ladigan bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa tinchgina listening readingga fokus qilish kerak. Chunki writing 7 uchun men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. 5,5 dagi o'quvchi writingga 5,5 yoki 6 bo'lgan o'quvchida writingini 7 qilish uchun odatda 3 oydan hatto 5 oygacha vaqt ketishi ham mumkin. Chunki bu yoqda faqatgina writingda lug'at o'rgansam, struktura o'rgansam yoki grammatika o'rgansam yetarli emas. Bu juda katta xato. Siz agar shunaqa o'ylayotgan bo'lsangiz, ha bo'ldi, lug'atimni ko'tarsam bo'ldi yoki grammatikani ko'tarsam bo'ldi deydigan bo'lsangiz, bu xato. Hatto lug'at darajasi va grammatikasi zo'r, bomba bo'lgan shunaqa o'quvchilar keladi ba'zida va qarayman. Ishoning shunaqangi kuchli so'zlarni ishlatgan, shunaqangi kuchli grammatikani ishlatgan, lekin bu yoqda umuman unga 5,5 ham qo'yib bo'lmaydi-da. Lug'atlar advanced, grammatikasi advanced, lekin ma'no bu yoqda. Writingda coherence, cohesion degan narsa bor. Task response degan narsa bor. Endi bu yoqdagi mavzuyimiz asosan listening reading bo'lsa ham men sizlarni tushunishinglar uchun aytib ketyapman. Bu yoqda writingda qo'shimcha bu yoqda ma'no degan joyi bor, savolga to'g'ri javob berish degan joyi bor. To'g'ri 6 olish uchun unaqa zo'r yozish shart emas. Writingda 6 olish uchun oddiy, sodda qilib yozib qo'ysangiz yetadi o'zi aslida. Lekin agar siz 7 olishingiz uchun bu yoqda tabiiy yozish ketadi. Tabiiy yozishni kim tabiiy yoza oladi? Hayotda o'zbek tilida ham yaxshi yoza oladigan odam ingliz tilida ham yozishi mumkin. Masalan, men o'zim 5-6 yildan buyon blog yuritaman va o'zbek tilida, ingliz tilida aralash blog yuritganim uchun men deyarli hech qachon writingga alohida tayyorgarlik ko'rmaganman. Chunki writingda siz o'zingizda bor lug'atlar bilan, o'zingizdagi bor grammatika bilan chiroyli, sodda, yaxshi, ya'ni examiner o'qiganda ikkilanib qolmaydigan, fikri chalkashmaydigan qilib yozsangiz bo'ladi, yetadi o'zi. Shunaqangi qoida bor writingda, 5 yoshli bola ham seni yozganingga tushuna olsin deydi. Demak, 5 yoshli bola qanaqa o'ylaydi masalan? Sodda bo'ladi, ya'ni fikrlashi soddaroq bo'ladi. Siz o'sha soddaroq sifatida, soddaroq levelda tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Endi 3-sababi ham tepadagi pointlarga o'xshab ketadi, lekin salgina boshqacharoq. Bu yoqda men aytmoqchimanki, listening va reading natijasi sizning qo'lingizda. Nima degani bu? Nimaga sizning qo'lingizda? Boya aytib o'tdim, speaking va writingni examiner tekshiradi va bu yoqda juda ko'p faktorlarga bog'liq. Ya'ni odam aralashuvi bor bu yoqda, lekin listening va readingda kompyuter tekshiriladi. Lekin kompyuter tekshirayotgani bilan ham siz bu yoqda o'zingizni 100% o'zingizni tayyorgarligingiz bo'ladi. Ya'ni to'g'ri, speaking va writingda ham o'zingiz tayyorgarlik ko'rasiz, lekin bu yoqda qo'shimcha feedbacklar bo'lishi kerak. Qo'shimcha sizga yordam beradigan insonlar bo'lishi kerak. Lekin listening va readingda qanaqa? Agar sizda to'g'ri yondashuv, to'g'ri tizim bo'ladigan bo'lsa, bemalol ularda yaxshi ball olishingiz mumkin. Speaking bo'yicha yana bitta case aytib beraman sizlarga. Menda shu paytgacha speakingdan 2 marta 7 olganman va ikkalasida ham 7 dan 8 ga ko'tarib olganman. Qanaqa bo'lgan? Apellyatsiya berganman. Ya'ni IELTS speakingim ballim 7 chiqqanda men qaraganman. Qanaqa qilib 7 bo'lishi mumkin? Men o'zi bilaman-ku o'zimning ballimni 8-8,5 olaman odatda degan holatlarda men o'zim apellyatsiyaga berganman. Taxminan 1,5 million atrofida bo'ladi apellyatsiya va o'sha payti ballimni 8 ga ko'tarib berishgan. Bunda qayta tekshiriladi. Qayta tekshirgandan keyin o'sha yangi ball qanaqa bo'ladigan bo'lsa,
masalan balandroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha ballni qo'yib berishadi. Shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni speaking aslida 8 bo'lgan minimum va lekin bu yoqda ekzaminer mani yoqtirmaganmi yoki qanaqa holatlar bo'lgan bilmadim. Balkim o'sha payti yomonroq impression qoldirganmanmi, ya'ni taassurot qoldirganmanmi bilmadim. Lekin menga yetib qo'ygan 2 holat bo'lgan va ikkalasida ham ballim 8 ga ko'tarilgan. Bu yoqda agar o'ziga ishonmaydigan o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Katta ehtimol bilan apellyatsiyaga bermaydi, chunki apellyatsiya pul va sizni ballingiz o'zgarmaydigan bo'lsa, pulni qaytarib bermaydi. Ya'ni 7 oldim bu yoqda, apellyatsiyadan keyin ham 7 chiqdi, u pul kuyib ketdi. Mani holatimda qo'rquv bo'lmagan, chunki men bilaman, oshish ehtimoli kattaroq deganman. Va o'shaning uchun ham mani pulimni qaytarib berishgan. Ya'ni men nima demoqchiman, o'quvchilar agar speaking va writingdan past ball olib, aslida ularni balli balandroq bo'ladigan bo'lsa, afsuski ularda imkoniyatlar salgina chegaralangan bo'lishi mumkin va ular pastroq ballga ham rozi bo'lishi mumkin. Lekin listening va readingda bu baribir 100% sizga bog'liq. Necha ball olsangiz shuni qo'yib berishadi. Ya'ni masalan 30 ta topdingizmi 7 chiqadi. 35 ta topdingizmi 8 chiqadi. Nechta topsangiz shunga qarab ballingiz chiqadi xolos. That's it. Endi amaliyotga o'tamiz. Ko'pchilik o'quvchilar qanaqa listening readingga tayyorgarlik ko'radi? Test bajaradi, past chiqadi, yana boshqa testga o'tadi. Xullas, test. Faqat test bajarib yuraveradi. Men sizlarga aytadigan bo'lsam, o'rtoqlar, IELTS listening readingdan baland ball olish uchun ko'p test bajarish kerak emas. Nimagaligini hozir bilib olasizlar, lekin tushunib olinglar, ko'p test bajarish sizni ballingizni oshirmaydi. Men odatda o'quvchilarni ko'raman, Cambridge testlarini bajargan, yana nimadir testlarni bajargan, hatto men o'zim bajarmagan test, men o'zim masalan nechtadir test bajargan bo'lsam, ular 2-3 barobar ko'p bajargan. Lekin meni listening readingim 9, ularniki 5,5-6 ta qotib qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa bo'ladi? Masalan, IELTS listeningdan boshlaydigan bo'lsak, bu yoqda test ko'p bajarish bilan sizni ballingiz o'sib qolmaydi. Birinchidan, ko'pchilik o'quvchilar har xil aksentlarga o'rganmagan bo'ladi. Masalan, Britaniya, Avstraliya yoki Amerikan aksentlari alohida bo'ladi. Va IELTS listeningda ham ba'zida baribir aksentlar har xil bo'lib qolishi mumkin. Har xil odamlar gapirgani uchun baribir ba'zida chalkashtirib qo'yishlari mumkin, ba'zi so'zlarni to'g'ri tushunmasliklari mumkin. Kimdir faqat American accent eshityapti-da, bu yoqda IELTS ga kirganda British accent tushdi. Va ular bilasizlar, R so'zini aytmaydi. O'rtada keladigan bo'lsa, R so'zini tushirib qoldiradi. Masalan, there deydi masalan yoki nima desa bo'ladi, car deydi masalan, car. Bu yoqda car deb American car deb aytadigan bo'lsa, bu yoqda car, I have a car deydi. Right? O'shaning uchun o'rtoqlar, siz birinchi o'rinda aksentga o'rganing. Har xil aksentlardan eshiting. Yozishingiz mumkin har xil, masalan, Australian podcast, British podcast, American podcast deydigan bo'lsangiz, har xil podcastlar chiqadi. Va siz practice davomida har kuni 1 soat, 2 soat o'sha har xil aksentlardan bir kun unaqa, bir kun bunaqa eshitib yurishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi muammo bor o'quvchilarda, so'zni eshitib yoza olmaslik. Ya'ni listening ketyapti, bitta so'z aytib ketdi, form completion bo'ladi, qanaqadir gap filling savollarida so'zni aytdi va ushlab qola olmadi. Bu odatda nimadan bo'ladi? Ba'zida 2-3 ta javobni ketma-ketlikda aytib ketishi mumkin va bunaqada bittasini yozsangiz, keyingisini yoza olmaysiz. Yoki aytinglar, yozib qoldiringlar mana shu yerda kommentda, mana shu videoning shu joyida, agar shu muammo bo'ladigan bo'lsa. Bu muammo listening part 1 ketyapti. Odatda telefon raqami aytadi yoki postal code aytadi. Ya'ni o'sha pochta raqamini aytishi mumkin yoki telefon raqamini aytishi mumkin yoki uzunroq nimadir aytganda yozamiz, o'rtasida qolib ketamiz. Va uni eslagunimizcha keyingisi o'tib ketadi. Shu holat sizda ham bo'ladimi? Menda odatda juda ko'p bo'lgan shu narsa va meni o'quvchilarimda ham bo'lgan bu narsa. Endi bunga qanaqa yechim topganmiz desak, transkript yozish orqali. Transkript yozish qanaqa bo'ladi? Podkastni 1 minutlik, 2 minutlik podkast olasiz va uni qo'yib, u bilan uni qo'yib yozishga harakat qilasiz. Endi to'g'ri, boshida baribir tez yoza olmasligingiz mumkin. Dictation deydi bu narsani. Xuddi diktant yozganga o'xshab pauza qilib yozishingiz mumkin. Lekin muhimi, har so'zda pauza qilish kerak emas. Endi har 10 sekunddanmi, har 7 sekunddanmi pauza qilib, tez yozib, keyingisiga o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni dictationni kuniga 10 minut, 15 minut yozib yuradigan bo'lsangiz, bu albatta sizni listening part 1 va part 4 izda
Ya'ni bilasizlar, u yoq tarafda so'z yozish kerak bo'ladi. Aynan o'shani oshirib beradi. Uchinchisi, savol turlariga tayyorgarlik ko'rmaslik. Listening bajarish bu aytganimdek boyagi prosta test yetishmasda. Bu yerda testni ichidagi savol turlariga ham alohida yondashish kerak bo'ladi. Har bittasi bir alohida olam bo'lishi mumkin. Masalan, multiple choice boshqacha bajariladi. Multiple choice 3 ta javob, 3 ta answer bo'ladi va multiple choice ham 2 xil turi bor. Part 2 da tushadigan multiple choice qisqa bo'ladi. Part 3 da tushadigan multiple choice uzun bo'ladi. Hatto variantlari ham bitta sentencedan iborat bo'lishi mumkin. Va keyin bu yoqda matching bor. Matching umuman boshqacha bajariladi. Maps bor. Diagramma tushishi mumkin. Aytadigan bo'lsam, o'rtoqlar juda ko'p, bilasizlar. 10 tadan oshiq savol turimiz bor. To'g'ri, ko'pchilik savol turlari, gap filling savol turlari bir-biriga o'xshab ketadi va bir xil strategiyaga follow qiladi, ergashadi. Lekin hammasi ham emas. Bularni alohida ajratib olib, men sizga tavsiya qilaman, bularni alohida ajratib olib, sizlar bir kun faqat multiple choice bajarib, ertasi kuni faqatgina bir 15 ta 20 ta test matching bajarib, yana bir kun 15 ta 20 ta test, masalan, multiple choice bajarib, bilmadim, multiple choice, multiple answer hammasini bajarib ketishingiz kerak bo'ladi, alohida. Bu uchun har xil kitoblar bo'lishi mumkin yoki o'zingiz saralab olib Cambridgedan bajarishingiz mumkin. Lekin bu yoqda bitta muhim jihati bor. Siz bitta narsani ko'p bajaraveradigan bo'lsangiz va uni tahlil qiladigan bo'lsangiz, sizda oshadi. Full test bajaryapsiz, lekin har safar multiple choice'da qiynalyapsiz. Bu degani siz full test bajarishingiz shart emas. Siz multiple choice'ni bajarishingiz kerak. O'sha multiple choice muammongiz yechilgandan keyin overall ballingiz ham oshadi. Endi readingga keladigan bo'lsak, bu yoqda tezlik va tushunish birdek muhim. Ko'pchilik o'quvchilar aytadi, time management yetmayapti bu yoqda deydi, lekin aslida comprehension, ya'ni tekstga tushunish yetmayotgan bo'ladi. Tekstni o'qiydi, tushunmaydi. Shuning uchun keyin ko'proq vaqt sarflaydi. Masalan, passage 1 ga 20 minut, passage 2 ga 30 minut sarflaydigan bo'lsa, o'zi sizda 10 minut vaqtingiz qoladi. 10 minut vaqt tabiiyki passage 3 ga yetmaydi. Aslida bu yoqda 12 minut, bu yoqda 15 minut, qolgan bir 30 nechidir minutingizni yoki yarim soatga yaqin yoki 25 minut vaqtingizni passage 3 ga sarflashingiz kerak bo'ladi. Lekin o'quvchilarda nima bo'ladi? O'sha birinchidan tekst tushunmaydi. Bu yoqda albatta lug'at boyligingiz yaxshi, yetarlicha bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin bu degani har bitta so'zga tushunishingiz kerak degani emas. Bu yoqda ham baribir strategiyalar rol o'ynaydi. Mani o'zimda ham va boshqa ustozlarda ham hatto shu paytgacha chiqishi mumkin, qaysi so'zga tushunmaslik yoki qaysi so'zni tarjimasini aniq bilmaslik. Unaqa paytda biz nima qilamiz? Kontekstga qarab, holatga, vaziyatga qarab, atrofdagi so'zlarga, atrofdagi tekst o'sha so'zni atrofiga qarab ma'no chiqazib olamiz. Pozitiv so'zmi, negativ so'zmi? Bu meni javob topishimga xalaqit beradimi, yo'qmi? Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yoqda asosiy faktor har bitta so'zni tushunish emas. Bu yoqda birinchi o'rinda tushunish darajamiz yetarli bo'lishi, yetarlicha lug'at bazamiz bo'lishi va undan keyin ham biza to'g'ri strategiya bilan bajarishimiz. Bu yoqda ham savol turlari bor. Ba'zi o'quvchilar savol turlarini yaxshi bilmagani uchun bitta passagega juda ko'p vaqt sarflab qo'yadi. Masalan, passage 2 va passage 3 da siz savol turlarini bitta savolda bajara olmaysiz. Masalan, birinchi 13, keyin 14, keyin 15, 16 qilib bajara olmaysiz. Chunki u yoqda matching headings bor, matching information bor. Matching headings bilan matching information masalan in order kelmaydi. Yoki masalan matching names bo'lishi mumkin, unda ham in order kelmaydi. Ya'ni siz bu yoqda nimani birinchi bajarish, nimani keyin bajarish, nimani birga bajarish kerakligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi va bu yoqda strategiya rostdan muhim. Demak, ikkalasi uchun ham umumiy qoida, agar sizda aynan bitta muammo bo'ladigan bo'lsa, ko'proq o'sha muammoga yechim berishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni, masalan, listeningda yoki readingda bitta savol turi ko'proq qotib qolyapsiz, ko'proq o'shanga fokus qilish kerak bo'ladi. O'sha bo'yicha 2 soat, 3 soat vaqt sarflab, faqat o'sha savol turiga fokus qilishingiz bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki sahifamizda IELTS ingliz tili va shaxsiy rivojlanish bo'yicha juda ko'plab kontentlar qilamiz va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Uni ham silkasini pastda qoldiramiz. Bu yoqda men ko'proq fikrlarimni, o'zimning tajribalarimni va bu yoqda qilayotgan online school qurishdagi tajribalarimni sizlar bilan albatta ulashaman. Ko'rishguncha, xayr.